Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz o'tgan birinchi darsda o'tdik. Bugun ikkinchi darsimiz negativ bilimlar mavzusiga to'xtaladigan bo'ldik. Negativ bilimlar. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin o'tgan darsda o'tilgan narsalarni bir eslab o'tsak, o'tgan darsda biz mindset bloklari haqida gaplashgan edik. Biz qanday qilib to'g'ri fikrlashimiz, qanday qilib dars jarayonlariga yoki hayotimizga qonun qoidalarni to'g'ri tatbiq qilish haqida gaplashgan edik. Xo'p, birinchi qoidalardan biri bu men dunyoning markazi emasman. To'xtalib o'tsak, men dunyoning markazi emasman nima degani? Bu hamma narsani odam o'ziga olaverishi. Ya'ni masalan birorta hodisa ro'y bersa yoki boshqa bola boshqa odamning ta'siri yuzasidan birorta ish harakat sodir bo'lsa ham odam o'ziga olaveradi. Xuddi qo'pol aytganda pollatni o'ziga nam tortadi-ku, o'shanaqa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qoida bu qiyinchilik bo'lishi tabiiy. Mana shu eng yaxshi qoidalardan biri hisoblanadi. Qiyinchilik hamma narsada bo'ladi. Tabiiy bu narsa. Masalan, siz kitob o'qiysizmi yoki til o'rganasizmi, birorta IT sohasini, birorta programming language o'rganasizmi yoki umuman olganda butun harakatlarimizda yoki ishlarimizda qiyinchilik bo'ladi. Tabiiy. Mana shu eng yaxshi qoidalardan biri. Buni biz har doim biz miyamizda saqlashimiz kerak va uni hech qachon unutmasligimiz kerak. Uchinchisi bu tasodifga ishonmaslik. Tasodifga ishonmaslik nima degani? Masalan, biz bilamiz ko'p insonlar, masalan, Mark Zuckerberg, yana birorta Elon Musk, shunday odamlar, daholarni biz yoshlikda masalan universitetda o'qimagan, tashlab ketgan deyishadi, to'g'rimi? Ular lekin hech kim o'ylamaydi, ular Harvard, Stanford universitetlarini tanlab ketganda, oddiy bir masalan 53-maktab yoki Peterburg universiteti yoki birorta davlat universitetini tanlab ketmaganda, ular top universitetga kirib turib, ularni tanlab ketgan. Ularda bilimi, salohiyati demak bizdan ancha yuqori bo'lgan va u paytda ular tashlab ketsa ham o'zlarini eplab keta oladigan bo'lgan. Odamlar nima deb tushunadi? Ular masalan universitetda o'qimagan, demak biz ham o'qimasak biz ham zo'r bo'lib ketamiz yoki biror narsa deb tushunishi mumkin-da. Mana shu tasodifga aldanmaslik, ya'ni ishonmaslik hisoblanadi. Bu bo'yicha Talib Nasrning ham tasodifga aldanganlar degan kitobi bor, o'qishda maslahat beraman hammaga. O'zim ham o'qib chiqqanman. Xo'p, keyingisi har kuni o'z-o'zidan harakat qilish va kunlik bajarish kerak bo'lgan ishlarni rejalashtirish. Bu rejalashtirish eng bir juda bir yaxshi bir odatlardan hisoblanadi. Rejalashtirsak, agarda biz kunimizni rejalashtirish qanday desak, masalan kuniga birorta 3 ta ishni olasiz. Masalan 3 ta muhim ishni yoki bir 6 ta ish bo'lsa 3 ta muhim, masalan 3 ta kichik ish bo'ladi. Birinchi kunning boshida, kunning yarmigacha, ya'ni peshingacha bo'lgan davrda eng muhim qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qilib olishingiz kerak. Bu paytda miyamiz yaxshi ishlaydi, tafakkurimiz, salohiyatimiz o'z joyida bo'ladi va har doim uni ishlarni bajarishga o'zimizda nima deydi? Energiyamiz to'la bo'ladi. Tushdan keyin esa qolgan kichik ishlarga, planimizdagi kichik ishlarga o'zimiz vaqtimizni ajratsak yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman va bu sarmoyadorligimizni oshiradi. Xo'p, endi foydali va befoyda prinsiplardan foydalanish haqida gaplashsak, bilamiz biz hayotimizda yaxshi va yomon narsalar haqida bilamiz. Masalan, kitob o'qish yaxshi deydi, birorta Instagram yoki birorta ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni o'tkazish yomon deydi, to'g'rimi? Menimcha biz yaxshi yomon bu nisbiy tushunchada. Masalan, yaxshi bo'lgan narsa biz uchun yomon bo'lib qolishi ham mumkin-da. Masalan, aytaylik siz ko'chada ketyapsiz. Sizda birorta oldingizdan masalan kechqurun tajovuzkor, hujumkor insonlar sizga tashlanishdi, hujum qildi deylik. Siz o'zingizni himoya qilish nazarida, himoya qilish tufayli ularga tashlansangiz yoki ular bilan urushsangiz, o'zingizni himoya qilish natijasida bu yaxshi bo'lishi mumkin-da, lekin aslida biror urush yomon, to'g'rimi? Shuning uchun ham yaxshi va yomon tushunchalari bu nisbiy hisoblanadi. Undan ko'ra biz foydali va befoyda prinsiplardan foydalanganimiz yaxshi. Foydali va befoydada nisbatan yaxshi va yomonga qaraganda nisbatan yaxshiroq nima? Demakki, darajasi yaxshiroq bo'ladi-da. Misol uchun, foydali bo'lgan narsalardan nima? Kitob o'qish foydalimi? Foydali-da. Uni masalan yomon tarafi nima bo'lishi mumkin? Yomon tarafi yo'q-da, unday. Masalan,
aniq konkret narsalarga foydali, befoyda. Masalan, Instagram ko'rishmi befoyda. Masalan, behuda narsalarga vaqt ketkazishmi bu ham befoyda. Yomon deb bo'lmaydi lekin. Yomon bilan befoyda o'rtasida ancha tafovut bor-da. Shuning uchun ham biz foydali va befoyda prinsipini biz hayotimizga tatbiq qilsak, juda ham men o'ylaymanki, fikrlashimiz ham o'zgaradi, hayotga bo'lgan qarashimiz ham qiladigan ishlarimizni chegarasi va ularda sarmoyadorligi, samaradorligi oshadi degan umiddaman-da. Xo'p. Misolga keladigan bo'lsak, tasavvur qiling, yuguruvchi odam misol deb yozganman. Masalan, bitta odam zanjir, qo'lida yuklari, masalan, og'ir kiyimlari bilan, og'ir narsalar bilan, so'kkalari bilan yuguryapti. U har safar, har kuni yugursa ham, lekin tezligim oshmayapti deyapti. U tafakkuri bor odam nima qiladi? Masalan, menga keldi yonimga, maslahat bering deyapti, menga har kuni yugursam deyapti, nima tezligim oshmayapti deyapti. Tez yugura olmayapman bugungi kundan nisbatan deyapti. Men qarayapman, unga analiz qilyapman-da, sen deyapti, mana zanjir bor-da, endi tasavvur qilaylik, zanjirlari bor, qanday yuklari bor, so'mkalari bor, og'ir uni. Masalan, ko'ryapman-da, mana zanjir senga kerakmi deyapti. Yo'q deyapti, shu olib kelyapman. Bu so'mkachi deyapti, bu ham og'ir-da, u so'mkasi. Menga ham kerak emas deyapti. Befoydami? Befoyda. Men ham olib kelyapman. Yana bitta shu qanday og'ir yuklarni tanasidan olib keladi, keyin yugurganda u undan ham tez yuguryapti-da. Muammo nimada? Biz ortiqcha narsalarga ko'proq vaqt sarflaymiz-da. Masalan, biz qilishi kerak bo'lgan muhim narsalardan ko'ra biz ortiqcha narsalarga ko'proq vaqt sarflaymiz. Buni aytganda ijtimoiy tarmoqlar, chalg'ituvchi omillar yoki birorta toksik friendlar bo'ladi. Masalan, bizga masalan shunaqangi do'stlar bor, bizni maqsadimizdan uzoqlashtiradigan do'stlar, chalg'itadigan, ya'ni yomon yo'lga boshlaydigan do'stlarimiz bor-da. O'shalar ham bunga sabab bo'lishi mumkin. O'shalardan uzoqlashib, masalan, eng katta kuchli odam nima? Yolg'iz qolishdan qo'rqmaydigan odam eng kuchli odam hisoblanadi. Chunki u qo'rqmaydi, yolg'iz qolsa ham o'zini maqsadiga bo'lgan yo'lga tushib, o'zi natijaga qarab ketaveradi. Yolg'iz bo'lsa, u birorta kishini kutmaydi. Masalan, birorta odamlar toifalari bor, kimlardir kutadi-da ular. Masalan, menga yordam berishini yoki birorta narsa qilib qo'yishini kutadi. Har doim kutib yashaydi. Bu hayotda hech kimdan hech narsani kutmaslik kerak. O'zing uchun o'ylayotgan bu eng to'g'ri maqollardan biri hisoblanadi. Mana shunday befoyda va foydali harakatlar prinsipi hisoblanadi. Yana bir eng muhim narsalardan biri bu nima qilish kerak emas degan savolga javob topish kerak odamda. Nima qilish kerak emas degan savollarga masalan kam uxlash misol keltirsak bo'ladi. Kam uxlash. Nima uchun kam uxlash? Masalan, odam kam uxlasa, ertangi kunga bo'lgan samaradorligi pasayadi. Miyani kognitiv fikrlash qobiliyatlari pasayadi. Masalan, kun bo'yi siz o'zingizni stressda his qilasiz, charchagan, horg'in holatda o'zingizni his qilasiz. Shuning uchun kam uxlash bizga kerak emas. Har doim hech qachon kam uxlamasligimiz kerak va o'z vaqtida va me'yorda uxlashimiz kerak. Masalan, bir xil aytadi-da, bizdan oldingi odamlar, masalan, Imom al-Buxoriyni misol keltirish mumkin. Ilon Mas yoki bir xil mashhur odamlar aytadi-ku, ahmoqlargina 8 soat uxlaydi, bilasizmi? Mana shuni eshitganmiz. Masalan, ular 4 soat uxlagan kuniga, lekin ular zo'r o'qigan, zo'r bo'lgan deydi. Yo, men hayron qolaman ularga. Masalan, ularning payti bilan bizni davrda farqi bor-da. Ularning genetikasi bilan bizning genetikani farqi bor-da, hozir. Michael bir narsa degan kitob bor-da, Bible Sleep degan. Nima uchun biz uxlaymiz degan kitob bor. Shuni o'qib chiqishni ham tavsiya qilaman hammaga. Unda uyquni ilmiy taraflama nima deydi? Ochib berganda nima uchun bizga kerak, qanday yuzaga keladi. Qo'pol qilib aytganda, masalan, uyqu biz uxlaganimizda tanamiz hech narsani sezmaydi, jonsiz holatda bo'ladi. Faqat miyamiz masalan kun bo'yida qabul qilgan ma'lumotlarimizni, masalan, uzoq muddatli xotira deydi-ku, qisqa muddatli xotira o'shalarga bo'ylab ajratib sintez qiladi-da. Agarda biz uxlamasak, bo'ldi, ertasi kunga biz ma'lumotlarni qayta ishlanmagan bo'ladi, yaxshi. Ular bizning esimizdan, nima xotiramizga ta'sir qiladi ekan bu uyqu va stressga olib keladi ekan. Keyin yana bashorat qilish. Bashorat qilish deganda nima nazarda tutilyapti? Masalan, bitta narsaga harakat qilyapsiz. Masalan, IELTS topshirmoqchisiz, IELTS olmoqchisiz. IELTSga tayyorlanasiz va
shunday topshirgansizki, men aniq masalan 7 oldim deb bashorat qilish o'zingizni. To'g'rimi? 7.5 olish deb bashorat qilishingiz uchun. Hech qachon buni masalan bashorat qilmaslik kerak-da. Masalan, taxmin qilish mumkin, lekin bashorat qilish kerak emas. Aniq mana shunday bo'ladi yoki bunday bo'lishi kerak degan narsani qilmasligimiz kerak-da. Chunki u bilib bo'lmaydi. Siz xoh yiqilishingiz mumkin, xoh ayolsiz olishingiz mumkin-da, uni bilib bo'lmaydi, bashorat qilib bo'lmaydi. Siz vanga emassiz. Mana shunday. Yana bitta qoida bor. Bu o'tmishda men o'qigan eng zo'r qoidalardan biri. Nima deydi? Aqlli inson deydi, tinchlik payti urushga tayyorlanadi deydi. Bu nima degani desak, hozir misol bilan tushuntirib beraman. Xo'p, bu misolni o'zim o'qigan va o'zim mana tafakkurimdan kelib chizdim. Tasavvur qiling, 2019-yil Covid boshlandi, koronavirus hamma joyga tarqaldi deylik. O'sha paytda masalan 2 xil odam bor, tasavvur qilaylik. Birovning ismi Mike, ikkinchisining ismi Talib. Ular ikkovi ham o'quv markazi ochishmoqchi. Ularning qo'lida ikkalasida ham $50,000 pul bor. Tasavvur qiling. Birinchi odam bu hech narsani taklif qilmaydigan va prosta shu pul tikadigan o'quv markazi qurmoqchi. U $50,000 oladi, hammasini o'quv markazi sarflashga tiqadi, hammasini o'quv markaziga sarflashga uradi bo'ldi hammasi. Ikkinchi odam esa Talib, bu tanib qo'yishimda asosiy sabab bor, uni keyinchalik aytaman. Bu odam nima qiladi? Bu odam bundan oldingi yillarda ko'radi, statistikani shaharlarda ko'radi, yangiliklarni boshqalarda. Masalan, hozir O'zbekistonda Covid-19 yo'q, deylik, tasavvur qilaylik. Boshqa shaharlarda, masalan, Tokio, Indoneziya, o'shalarda birorta bir xavfli bir viruslar tarqaldi, to'g'rimi? Keyin shuni qaraydi ularga, to'xta deydi. U shaharlarda viruslar tarqalibdimi deydi. Demak, bizda ham O'zbekistonga bu viruslar kelishi mumkin deydi. Bu xavf-xatar bor deb nima deydi? Taxmin qiladi. Masalan, oldindan, masalan, u bunday strategiya qo'llaydi. $30,000 men deydi oddiyroq bo'lsa, o'quv markazi quraman deydi. Xonalar oddiy, sharoitlar oddiy bo'lsa, $30,000 o'quv markaziga sarflayman deydi. $20,000 esa onlayn o'quv markazi, nima deydi? Onlayn veb-sayt quraman deydi. Onlayn o'quv platformasi quraman. Nima uchun? Agarda o'sha koronavirus kelib qolsa yoki virus bizning o'lkamizga kelib qolsa, shuna mana yopilib ketsa ham, o'quv markazi yopilib ketsa ham, shuna onlayn o'tib ketadi-da. Bu hech qanday biznesni yutqazmaydi. Agarda kelmasa ham farqi yo'q, ikkovi ham ishlayveradi. Bu foydada, zarar ko'rmayapti bunday. Zarar ko'rsa yo'q, tizim ko'radi, lekin bu yerga olib keladi, to'g'ri, mana onlayn taraf olib keladi. Mana bu mayli esa, bu hech narsani bilmay, tahlil qilmay, hamma narsani tiqib yuboradi. Bir koronavirus kelgandan keyin bo'ldi, tugadi biznes, bankrot. Men tushuntirib beraman, Talib degan odam bor, bu moliyaviy iqtisodchi hisoblanadi Amerikadagi. U 2000-yillarda biznesini o'shanda tahlil qilib 200 barobarga oshirgan foydasini hisoblanadi, o'shanda tahlil qilib. U shunaqa fikrlaydigan inson, uning 3 ta kitobi bor. Birinchisi tasodifga aldanganlar, ikkinchisi qora o'qush, uchinchisi anti-xripkus deydi. Nima deydi? O'shanaqa inglizcha nom bor, o'zbekcha hozir esimga kelmadi. Shunday zo'r odam hisoblanadi. Uni kitoblarini o'qisangiz, o'zingiz ancha dunyoqarashingiz kengayadi. Men tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsa, aqlli inson tinchlik paytida urushga tayyorlanadi degan payt mana shu yerda. Masalan, siz oldindan tahlil qilasiz, bozorda yoki biror narsani o'rganasiz va kelajakka tayyorlanasiz. Buni bunday qilsam yaxshimi, bunday qilsam yaxshimi? Nima deydi? Men nima bo'lsa yiqilmayman, bankrot bo'lmayman, o'sha narsada misol qilib aytganlar. O'shani biz qilishimiz hisoblanadi. Pozitiv pessimizm. Nima degani pozitiv pessimizm? Bu hayotingizdagi har bir vaziyatda, masalan, ishda yoki o'qishda qo'llab ko'rmoqchisiz yoki uning salbiy tomonlari haqida bilish. Bu narsa, masalan, meni nima qilish mumkin degan savolga javob beradigan narsada, masalan, siz yaxshi bo'lish uchun yomonligidan oldini olishga tayyorgarlik ko'rishni tushunsak bo'ladi. Masalan, yaxshi bo'lishini kutyapsiz, lekin yomon bo'lishiga tayyorgarlik ko'rishni tushunsak bo'ladi. Masalan, tasavvur qilaylik.
hamma tarixga qarab ish qiladi deylik. Masalan, tarixda bitta bugun suv nima deydi? Suv toshqinini qaytaradigan tovon bo'lgan, tovon. O'sha tarixda eng katta suv toshqini 12 metr bo'lgan. 12 metrgacha suv ko'tarilib bo'lgan. Endi bizning odamlar nima qiladi? Masalan, tarixda deydi eng baland suv tovoni ko'tarilgan 12 metr bo'lgan ekan deydi. Deydi 15 metr nima deydi? 15 metrli tovon quramiz deydi. Shunda bizdan o'tolmaydi tovon, suv tovoni yo'li o'tolmaydi bizda. Bizda fikrlashimizdagi xatolik nima bu yerda? Biz o'tmishga qarab nazar solyapmiz. Hozir bilmaymiz-ku, hozir necha metrgacha ko'tarilishi mumkin. Agarda 15 metrdan oshib ketsa-chi suv ko'tarilishi. Ko'ryapsizmi? Mana shu fikrlash borda, agar bu suv oshib ketsa, bu xalq suv bosib ketadi. Hamma joy suv bosadi deganlar. Mana shu narsa bunga qarab yomon narsaga tayyorgarlik ko'rishda mana shu pozitiv pessimizm. Yaxshilik haqida o'ylab, lekin yomonligiga tayyorgarlik ko'rish. Yomon bo'lishiga nima bo'ladi? Yomon bo'lsa nima bo'ladi? O'shunaqa haqida o'ylab tayyorgarlik ko'rish hisoblanadi. Xo'p, astronavt kim? Biz bilamiz, astronavtni nima tepaga, oylarda, sayyorlarda uchib yuradigan, ularni o'rganadigan odam sifatida bilamiz va buni o'rganganmiz. Men bugun bu haqida gapirmoqchi emasman, lekin ularni qiladigan ishlari, ularning texnikasi, strategiyasi haqida gapirmoqchiman. Xo'p. Astronavt bu inson minimum 15 yil tayyorgarlik qiladigan inson hisoblanadi. Tepaga, oyga chiqish uchun, fazoga chiqish uchun. U deyarli hamma narsani biladigan inson hisoblanadi. Ular eng natijaviy inson haqida gap ketyapti bu yerda. Eng natijaviy. Dunyodagi eng natijaviy inson deganda astronavt ko'rsatadi ko'pchilik. Chunki deganda ular hamma narsani biladi deganda nima nazarda tutilyapti? Biz kompaniya, masalan, NASA kompaniyasi bor, tepaga fazolarga uchiradi, raketalar uchiradigan kompaniya hisoblanadi. Ular masalan bitta astronavt tepaga sayyoraga uchirish uchun, fazoga chiqarish uchun masalan 100 million, 200 million dollarlar sarflaydi raketasiga, jihozlariga. Keyin bitta astronavt tasavvurga 15 yil tayyorlaydi shu tepaga chiqarish oyga. 15 yil kamida. Ularga masalan nima uchun uncha tayyorlaydi desak, ular nima uchun hamma narsani biladi bu insonlar desak, chunki deganda masalan tasavvur oyga chiqdingiz, to'satdan masalan chiqqan paytda tishingiz og'rib qoldi. Tishingiz og'rigan payti borki, ularda u yerda masalan doktor olib kelishga yoki biror narsa chaqirishga sharoit yo'qda u yerda, oyda. Shunga ular astronavtlarga hamma sohani o'rgatadi. Masalan, tish og'rib qolsa, o'zini tishini sozlatadigan darajada. Nima bo'lsa, sal og'riqni qoldiradigan darajada bo'lsa ham tuzatishga imkon beradi. Masalan, ITdan ozroq o'rgatadi. Masalan, raketadan biror joyi buzilib qolsa, ulardan ozroq o'rgatadi. Keyin masalan, har bir sohada bir shingillardan o'rgatadi. Shuning uchun ham hamma narsani biladigan deb ko'rsatiladi astronavtlar. Xo'p. Koinotga alohida shu mutaxassis olib chiqmaydi. Ular bitta savol beradi masalan. Ularning savoli bittada. Meni nima o'ldirishi mumkin degan savolga javob qidiradi. Har bir masalan ular qo'rqitadigan savol shu va ularning natijaviyligini oshiradigan savol ham shuda. Masalan, siz hech o'ylaganmisiz meni nima o'ldiradi? O'ylamaysiz. Oddiy odam uni o'ylamaydi. Masalan, ular men nima o'ldirishi mumkin deb o'ylaydi toki fazoga chiqquncha. Ular hamma narsani chiqaradi. Men nima o'ldirishi mumkin? Masalan, raketa ushmay qolishi mumkin yoki ishlamay qolishi mumkinmi? Dvigatellarni 10 marta tekshirib chiqadi. Hammasiga masalan nima o'ldirish kerak degan savolga javob biladigan hamma narsani tekshiradi. Mana shularning texnikasi hisoblanadi. Biz buni hayotga qanday tatbiq qilamiz? Masalan, men nima yiqitish mumkin? Masalan, men nima o'ldirish mumkin desak, masalan, siz birorta IT kompaniyaga kirmoqchisiz ishga. Meni shu IT kompaniyaga kirishda meni nima to'sqinlik qilishi mumkin? Nima yiqitishi mumkin degan savolga javob topsangiz, masalan, sizni texnik bilmaysiz. Masalan, Python bo'lsa, Pythondan OP ma'nosini bilmasligim meni yiqitadi desa, o'shani o'rganishingiz kerak. Masalan, meni masalan rezyumem yaxshi emas degan savol, masalan, o'sha savolga javob bersa, rezyumem yaxshi bo'lsa, meni rezyumemim mana shu intervyuga kirishga yiqitadi desa, men rezyumeni to'g'rilash kerak. Eng zo'r darajaga olib chiqish kerak. Mana shu savolni o'zimizga bersak, hamma narsa zo'r bo'ladi. Masalan, natija ko'rish nima deydi? Oshadi bizda. Mana shu eng yaxshi texnika, yaxshi o'rganishimiz kerak. Keyingi qoida va oxirgi qoida hisoblanadi. G'iybat qilish kerak emas. G'iybat bu dinimizda ham, nima deydi? Hozirgi dunyomizda ham eng yomon illatlardan, odat
hisoblanadi. Masalan, ko'pchilikni ko'raman, hattoki qiz bolalar tugul, o'g'il bolalar birovlarning hayotini, birovlarning nima deydi, ishini g'iybat qilib o'tiradi-da. Bu dinimizda ham juda qoralangan, bu eng yomon illat hisoblanadi. Biz hech qachon birovni g'iybat qilishimiz kerak emas va faqat o'zi ustimizda ishlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'sha g'iybatga, birov ustidan gapirishga sarflayotgan vaqtimizni o'zimizga sarflasak, bu o'zimizning hayotimizda va kelajakdagi ishlarimizga juda ham bir foydali bo'ladi degan gapdaman. Xo'p. Uyga vazifa nima desak, o'sha meni nima o'ldirishi mumkin va nima qilish kerak emas degan savollarga javob topib kelish kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.